Do'stlar, hammamiz ko'rib turibmiz, Rossiyada hind fuqarolarining soni ko'payib kelmoqda. Rossiya hukumatı ularga har xil sohalarda ish joylarini ochmoqda. Boshlanishda bu qurilish bo'lgan bo'lsa, hozir ularga JKH, skladlar va har xil zavod fabrikalarida ham ish joylarini topib berishmoqda. O'z o'rnida millatchilarga, natsistlarga shu hind fuqarolar tomoniga og'iz ochishi umuman man etilgan. Hind fuqarolarini kritika qilish mumkin emas. Bundan tashqari ular bir nechta tibbiy ko'riklar bo'ladimi, rus tili ekzamenlar bo'ladimi, xullas boshqa mehnat muhojirlariga qo'yiladigan talablardan ozod qilinishgan. Bugungi videoda men sizlarga bunga nima sabab bo'layotganligini tushuntirib berishga harakat qilaman. O'tgan videolarimda men aytib o'tganman, Rossiyaga yana arzonroq mehnat muhojirlar kerak. Shu O'rta Osiyolik mehnat muhojirlarining xizmatlari qimmat bo'lib ketmoqda va hindistonliklar arzonroq bo'ladi. Lekin bu sabab asosiy emas. Men juda ko'p o'yladim, ko'p tanishlarim bilan gaplashdim. Nimaga bunday vaziyat yuz bermoqda? Ko'p odamlarning fikrini eshitdim va bundan keyin men o'ylaganimcha bu savolga javob topdim. Bilasizlar, Rossiya Ukrainada boshlagan maxsus harbiy operatsiyadan keyin Rossiyaga nisbatan ko'p sanksiyalar qo'llandi. Bu sanksiyalardan eng kuchlilaridan biri bu Rossiyaning neft gaz mahsulotlarini g'arb davlatlari sotib olishni to'xtatishdi. Va Rossiya shunday vaziyatga duch keldiki, shu neft gaz mahsulotlarini faqat Xitoy va Hindiston sotib olishni boshlashdi. Va bir vaqtda 2023-24-yillarda Hindiston hukumatı eng ko'p Rossiya shu neftini sotib oladigan davlatga aylandi. Lekin sal vaqt o'tib Rossiya hukumatı bir dahmazaga duch keldi. Bu Hindistonning rupiyalari. Ha, Hindiston Rossiyaning neftiga rupiyalar bilan to'lagan va Hindistonda Rossiyaning kompaniyalarining shotlarida milliard rupiyalar yig'ilib qolgan va bu rupiyalarni boshqa bir qandaydir pullarga almashtirish ancha qiyin bo'lib qoldi. Bu rupiyalar yig'ilib qolgandan keyin Rossiya hukumatı Hindistondan nimani olib kelsak bo'ladi deb o'ylanib qolishdi. Kimga shuncha rupiyalar kerak bo'lishi mumkin? Va Kremldagi aqlli okalarimiz bir g'oyani o'ylab topishgan. Bu g'oyaga binoan ular Hindistondan Rossiyaga shuncha kerak bo'lgan mehnat muhojirlarni millionlab qilib olib kelishadi. Ular bu yerda ishlashadi. Bu yerda ishlab topgan oyliklarini vatanga yuborganda vatanida rupiy qilib olishadi. Va davlatlarning orasida bo'layotgan valyutniy balans sal-pal to'g'rilanadi. Oddiy deb aytganimizda Rossiya hukumatı shu ko'payib qolgan rupiylarga Hindistondan ish kuchini sotib olmoqda. Va bu vaziyat yaqin vaqtda o'zgarmaydi. Nimaga desangiz, chunki Rossiyaning neft kompaniyalari haligacha ham Hindistonga ko'p neft mahsulotlarini sotishmoqda. Xullas do'stlar, internetda ko'payib ketgan o'sha hindistonliklarga tegishli videolar yaqin vaqtda Rossiyada haqiqat bo'lishi hech gap emas. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar.